Alloh taolo hukm qilar ekanki, savobidan ko'ra gunohi ko'p bo'ldi, do'zaxga hukm qilindi, falonchini o'g'li falonchi do'zaxga desa, butun mahshargohga e'lon bo'lar ekan. Shunda mahshargohni larzaga keltiradigan ovoz kelar ekanki, yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jaloli val Ikrom, bu meni otam bo'ladi, ey Alloh hukmni to'xtat. Bu meni otam bo'ladi, ey Alloh hukmni to'xtat deb turib olar ekan. Shunda Alloh taolo hukmni to'xtatinglar, tarozini oldiga qaytaringlar va u yig'layotgan ayol bilan tarozini orasiga yo'lak ochinglar. Ayol tarozini oldiga kelar ekan, otasini bu tarafdan qaytarib olib kelishar ekan. Allohga ayol aytar ekanki, Alloh, bu meni otam bo'ladiki, men dunyoga kelganimda qiz ko'rdim deb xafa bo'lmagan. Bu meni otam bo'ladiki, qiz ko'rdim deb ayamni xafa qilmagan. Bu meni otam bo'ladi. Men dunyoga kelganimda qiz ko'rsa-da o'g'il ko'rgandek xursand bo'lgan. Menga chiroyli ism qo'ygan, odob bergan, tarbiya qilgan va meni soliha qilgan va meni loyiq o'ringa turmushga bergan. Shu amallarda, mendagi amallarda hammasi shu otam tufaylidan. Ey Alloh, shu otamni qancha jannatga kirishlikka sabab bo'ladigan savob ketadigan bo'lsa, men berib olaman, beraman deb turib olar ekan. Shunda Alloh aytar ekanki, ayolni savobidan olib otasini savobiga qo'shinglar. Savoblar qo'shilib Alloh aytar ekanki, hukm o'zgardi. Bu insonga endi jannat muborak bo'lsin. Shunda Alloh taolo qizga qarasa, qiz jannatga teskari bo'lib turgan bo'lar ekan. So'rar ekan, "Ey bandam, nimaga jannatga teskari bo'lib turibsan?" desa, o'zi jannatga kirishlikka ishtiyoqi bo'lib turib, majburan otasiga savob berganga o'xshab qolmasin, shuning uchun teskari bo'lib turibman desa, Alloh taoloning rahmati mavj urib aytar ekanki, bir bandaga savobini berib tursa, men ularni Robbisiman-ku, olib kelib o'zini ham jannatga deb olar ekan. Atrofda ovoz kelar ekan, yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jaloli val Ikrom, qaniydi? Meni ham o'g'il farzandlarimni qiz bo'lganda edi.